Avvalgi bergan intervyularingizda o'zga sayyorada 120 ta farzandim bor degan edingiz. Ha, to'g'ri aytganman. 100 tasi o'g'il, 20 tasi qiz. Hammasi milliarderlar. Milliarder odamlar. Mana men kecha o'sha 18-yilda may oyida borganimda, bolalarning o'sha qo'lida 10 milliarddan puli bor ekan. Bizda plastik ishlaydi, ha? Shu plastikni shunday olib, nimaga o'zlarining kompyuterga soladi-da, bizdan pulni yechib oladi. Ularga unaqa emas edi. Ular shu magazinga kirilgan hamma upa-upa. Shunday ko'zingizga qaysi narsa yegingiz kelsa shunday olib chiqib ketaverasiz. Men podshoh bilan magazinga yetalab kirishdi. O'sha joyda men ko'nglimga yoqqan bir ikkita pechenni oldimda, pechenni olib chiqib kelayotganimizda qo'limdagi bir 2 metr eshikdan chiqqandan keyin qo'limdagi o'zidan jiringlar bor. Shu payt podshoh yugurib kelib qo'limni ko'rib, "Ha, biz olgan narsani yechib olibdi" dedi. Qanaqa yechib oladi desam, aytdiki, bizda klik tizimi ishlaydi. Hamma narsa kompyuter orqali bo'ladi degan gapni qildi.